Ukamiz mana bugun xudo xohlasa bo'ydoqlik bilan xayrlashmoqdalar. Biz unga ko'makdoshmiz deydi-yu. Kuyov bolamiz chiqqanlarigacha mashinani isitib chiroyli qilib. Menimcha so'qatib qoldi-yu. Qilyapti. So'q baribir. Iloji yo'q. Kecha mana 2007-yil bo'lam to'yda edim. Sensatsiya bo'ldi bugun. Mana 97 qofiyani qarang. Farq qarang necha yil. Yoshni chegarasi yo'q, bemalol murojaat qilaverasizlar. 97 mi, 96 mi, 98 mi, 2007 mi farqi yo'q, borib o'tkazaveramiz. Bo'ydoqlik safidan badavlat qilishga shaybiz. Assalomu alaykum. Kuyov bola, to'ylar qutlug' bo'lsin. Endi to'siq bo'larkan shu. Ha, nar tomonga to'laverasiz. Baqa chiqib olasizmi? Chiqib olasizmi? Ha, chiqib olaver. Ukamiz mana bugun xudo xohlasa bo'ydoqlik bilan xayrlashmoqdalar. Biz unga ko'makdoshmiz deydi-yu. Xudo xohlasa haqiqatda aka bugun xizmatda o'ziz ekan-da bosh rolda. Bitta dahshat tilay bo'lsin endi, shuncha kutilgan endi. Shu yoshlar baxtli bo'lgan, saodatli bo'lgan. Rahmat. Birinchisi, xizmatida bo'laylik. Iloyim. Ha, to'ylarda, ya'ni raddomlarda ham xudo xohlasa xizmat qiladi. Xudo xohlasa aka. Akam kayfiyatlar qalay? Zo'r, rahmat. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi axirgi? Aka, xudo xohlasa iloyim. Aka, kelin bilan qana tanishdilaringiz endi, sir bo'lmasa. Voy, qo'y. Bir ko'rishda muhabbat. Qo'y. Hali bunaqasi bo'lmagan. Taqdir nasibda qarang aka. Sizlarga ham shunaqa muhabbatlar nasib qilsin, bo'ydoqlar harakat qilinglar, o'tiravermanglar. Endi men 2007larda ham uylab qo'ydim kecha mana. Bugun endi mana 97. Mana cho'tka hamma yo'q, zo'r ketyapti. Sog' bo'lasizlar, kuzatib boringlar, like podpiskalarni ayamanglar. Xudo xolasa sizlardan eshiklar qilib taqillatib borib turib ketdik endi va to'y ekan deydigan kunlar nasib qilsin ha. Assalomu alaykum bo'ydoqjonlarim. Havo ham sovib ketdi, ertalab uyg'onish ham qiyin bo'lyaptimi? Ayniqsa yolg'iz undoq uyg'onsangiz karavotda bitta o'zingiz bo'lmaydi-da, uni tezda to'g'rilash kerak. Xudo xolasa endi nasib qilsa. Bunday uyg'onsangiz yoningizda boshqacha-da bari bo'ydoqjonlarim mayli. Vaqt kelyapti, sekin-sekin harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlarni ham bo'ydoqlik safidan badavlat qilishga. Bugun mana xudo xolasa Marg'ilonga ketyapman. Bitta bo'ydog'imiz bor, o'sha qo'lga tushgan o'shalar. Hatta tushib bo'ydoqlik safidan badavlat qilib, Endi bo'ydoqlarga hali dilidagi so'zlardan aytib, sevgi bor narsa, yurakka yor narsa, yurakchi bir chimdim mehrga zor narsa. Bormi yurak sevgida? Bormi shafqat sevgida? Bormikan qani o'zi? Chimdim mehr sevgida. Sevgi sizga yor bo'lsin, qalbingizda bor bo'lsin. Pulingiz bo'lmasa ham sizga doim zor bo'lsin deb turib, akaxonlarim uylanishni harakatini qilish kerak. Baxt mashinasi sizni kutib turibdi mana. O'zim ham labbeyda borib xizmat qilaman. Sog' bo'laverasiz.